bunaqa tandir go'shtlarni yegandan shunday prosta sportni shunchaki bizda nima deydi, ko'plar kasharadi, ikkalaradi, bilmayman, pitaniya qiladi, daruradi, yo'q. Unaqa narsa yo'q, unaqa narsa. Shunday Qashqadaryo Surxondaryo tandirdan yeymiz, Qashqadaryo jezini yeymiz, shashligini yeymiz, shunaqa nima deydi, jezini yeymiz, shunchaki prosta bu pitaniya zo'ri bu. Pitaniya zo'ri. Mana ko'rishdan mumkin. Aka ta'mini ko'rsak bo'ladimi? Hozir qarash. Ayağımı ısırkan bak. Просто ягу. Просто респект. Yaxşı yok ekan, ne tanrım? Tanrım bitiyor. Issiqlar chiqdi, joy darajasiga to'g'risi. O'zimizda va boshqacha tandir. Bari o'zimizda legendan tandirda. Bu ota-bobolarimizdan biri kelayotgan tandirda bu. Bunaqa tandir faqat Qashqadaryoda chiqadi. Boshqa joyda qilsanglar bunaqa tandir, bunaqa tarzda chiqmaydi tandir. Men qilgan narsa bunaqa tarzda chiqmaydi. Faqat Qashqadaryo, Surxondaryoda eng zo'r bo'lib chiqadi bu. Chunki ob-havosi boshqacha-da bu yerda. Boshqacha, odamlar boshqacha. Ko'rishlar mumkin. Aka-uka Navro'z tandirlariga kelaverasizlar do'stlar, agar tandir yegilan kelib qolsa, bemalol do'stlaring bilan kelib bir mehmon bo'lib o'tirib ketinglar. Ha deb yuravermasdan, ishda bu dunyo ishi tugamaydi. O'shaning uchun ora-sirada do'stlaring bilan o'tirib, giringlashib tandirga kelaverasizlar. Davay!